mehmonimiz Inamarka Hayda Nodirxo'ja aka. Pul beraman kelin deysa ham bormaganman. Podkastlarga yoki shunga o'xshagan suhbatlar yoki intervyularga ko'p rad javobini berasiz. 2 yil bo'ldi. 2 yil oldin tanishib, birga videolar qilganmiz. Kesib tarqatib yuborishmaydi deb umid qilamiz. Soat 23:14 da yotyapmiz. 354 ta profil yurgizganman. Birdan bum etib chiqdingiz. O'zim ola olishimga qurbim yetgan zo'r mashina edi. Endi zapravkaga kirsam, benzin quyib berishyapti, yo pul kerak emas deyishyapti. Mer soldim deb xursand bo'lib chiqqanman. Beraman deb ani urishib ketardim, qo'rqib ketib qoldim. Nima endi o'lib qolaman, o'zim yo'qdim. Даже bola chaqamni aytaylik bir haftada bir zo'rlik ko'raman. Bu hozirgi darajangiz bu tasodif emas ekanda. Nima bo'ladi? Vaqtini, umrini sarflab zarilmi? Yaxshi insonga aylanib, hammani mehrini qozona olgan odam keyin Instagramda ham mehrini qozona oladi. Bittada ko'tarib ketadi. YouTube'da bitta video orqali ayizda olasiz, Instagramda 24 ta 50 ta video. Lekin rostdan eksklyuziv bo'ladi. YouTube'ga hech qachon podkast bermaganman. Xato gapirib qo'ysam, oldindan kechirib qo'yavering jiyan. Assalomu alaykum hammaga. Bugun qiziqarli suhbat bo'ladi. Intervyu deymizmi yoki podkast deymizmi? Xullas qiziqarli suhbat. Mehmonimiz Inamarka Hayda Instagram profil asoschisi Nodirxo'ja aka. Bugungi podkastimizni soat 23:14 da yotyapmiz. Ular bemalol ishlardan kelib vaqtlarni topish qiyin o'zi, bir amallab chaqira oldik. Nodirxo'ja aka, men shuncha o'zimiz ham qancha chaqirdik, boshqalar ham chaqiradi. Nima uchun podkastlarga yoki shunga o'xshagan suhbatlar yoki intervyularga ko'p rad javobini berasiz. Assalomu alaykum, birinchi bo'lib hammaga jigarlar. Rostdan ko'pchilik podkastlarga chaqiradi. Juda ko'pchilik, lekin hech qaysiga bormayman. Nimaga? Odatda mana shu podkast paytida uzun yarim soat, 1 soatlik video paytida odam ko'ryapman-da, blogerlardan analiz qilman. Emotsiyada ichidagi borini gapirib yuboradi-da. Keyin uni kimlardir qisqa qilib, boshi yo'q, oxiri yo'q qo'yib yuboradi. Gapning ma'nosi umuman boshqa narsaga aylanib ketib, ko'p blogerlarga negativ narsalar bo'ldi. O'shanga maksimum bormaslikka harakat qilaman. Endi siz bilan, Mirkomil bilan adashmasam 2 yil bo'ldi. 2 yil oldin tanishib, birga videolar qilganmiz. Eskidan tanishim. O'shancha bemalol ochilib, xohlasam sansirab, bemalol gaplasha olaman. O'shancha mayli nima suhbat ekan deb kevra qoldik. U ham hozir 11 dan oshdi, ishdan keyin bemalol kelyapmiz. Lekin rostdan eksklyuziv bo'ladi. YouTube'ga hech qachon podkast bermaganman. Pul beraman kelin deysa ham bormaganman. Shunaqa. Umid qilamiz qolganlar, o'sha ko'rib o'tirganlar bunaqa qilmaydi, ya'ni bu podkastni kesib tarqatib yuborishmaydi deb umid qilamiz, xudo xolasa. Faqat hozir bitta like bosib, poddershka qilasiz, kommentda обязательно misol xato qilgan joylarimiz bo'lsa, mana shunday xato qilding deb yozib keting. Boboda orada qayerdadir adashib, bilmay xato gapirib qo'ysam, oldindan kechirib qo'yavering jigar. Bo'laki jigarlarga murojaat qilmoqchi bo'ladigan bo'lsangiz, mana kameraga murojaat qilsangiz bo'ladi bemalol. Aka, birinchi savolim sizga. Siz bilan aytganingizdek 2023-yildan beri birga ishlaymiz, ishlaganmiz ancha yil oldin. O'sha vaqtlarda ham sizni o'zingizning profilingiz bo'lgan, avtoblogerlik bilan shug'ullanardingiz, lekin unaqa taniqli emasdingiz. O'sha vaqtlarda o'zim videolaringizni olib berganman. Lekin shu ishlash to'xtatganimizdan keyin orada qanchadir vaqtdan keyin birdan bum etib chiqdingiz. Ya'ni birdan tanilib ketdingiz, birdan o'sib ketdi axlatlaringiz ham, taniqligingiz ham trendga chiqib oldingiz. O'sha qaysi voqeadan keyin shunaqa bo'ldi? Qaysidir voqeami yoki qanaqadir bir videomi, nima turtki bo'lgan mana shunaqa birdan razgon olib ko'tarilib ketishga sizga? Meni fikrim aynan mana shu Inamarka Hayda profilini ochishdan oldin bir taxminan 4 tacha profil, 354 ta profil yurgizganman. Hammasi har xil loyiha, tuning profil, tuningga tegishli loyiha, YouTube tuning profil, o'tda umuman boshqa narsa. Nodirxo'ja Fayz, lichniy profilim, o'tda yana umuman boshqa temada yurgizganman. Telegram kanallarni yurgizganman. Undan tashqari ko'p bizneslar qilardim-da, misol uchun kafe sohasi, paynet sohasi, Beeline sim karta sotish, salon, sartaroshxona biznesi, hammasini qilardim bir vaqtda. Mana shu bittada zo'r bo'lib ketishining sababi meni fikrim, avvalambor sabablari, Alloh agar xohlamasa 100 yil harakat qilib ham zo'r bo'lib ketmaydi.
avvalambor. Sababi Allohning qanaqadir qaysidir xislatimiz yoqib, mana shu zo'r bo'lib ketishiga ilhom bergani. Bir vaqtda ko'p ishni qilganman. O'shaning uchun bittada hammasi zo'r bo'lib ketmagan. Mana shu 2 yil oldin taxminan qolgan hamma ishimni yig'ishtirib, bitta mana shu yo'nalishga o'tib, faqat mashina rivojlantirib, fokus bir joyga qaratgan hisobiga menimcha shu zo'r bo'lib ketdi deb hisoblayman. Ancha yaxshi rezultat bo'ldi deb hisoblayman. Xullas, hamma ishni qilaman deb turib, hech qaysi ishni zo'r qilish imkonsiz. Ya'ni bo'lishi mumkin, xodimlarni qo'yib samamini boshqarasan deb katta kompaniyalar qilishadi. Lekin, misol uchun, menga katta kompaniya bo'lmaganligim uchun xodimlarni qo'yib, kontrol qilishga baribir o'zim ham kirishim kerak-ku. O'shanga bir oyda bir, hatto bir haftada bir qaysingadir fikrim ketib qolaverib, bir ish zo'r bo'lmagan deb o'ylayman. Zo'r bo'lib, mana shu 2 yil oldin, taxminan 2-3 yil oldin hamma ishni yig'ishtirib, bitta направление qaratib, keyin rezultat zo'r bo'ldi. Menimcha shunga bo'lsa kerak deb o'ylayman. Yana xudo biladi. Eslayman, o'sha vaqtlarda avtoblogerlik bilan shug'ullanardingiz. Bir qancha o'zingizning ishlaringiz bor edi. Bu aynan mashinalarni obzor qilish yoki shu inomarka hayda degan nom g'oyalari qanday keldi sizga? Bu o'zidan o'zi ilhom berib qolar ekan kech payt. Rostdan kech paytdan yotdi mana keladi o'zidan o'zi YouTube'larga video qilib yurardim. Misol tuning profiga, tuning sohasi to'g'risida, life hack, ya'ni live videolar qo'yib yurardim-da. Inomarkalar qiziqish xohlab, inomarka haydashimni o'zim rosa xohlardim-da. Qachon men inomarka haydarkanman deb turib, to'xta, inomarka hayda boramiz deb turib, inomarka hayda deb o'zim gapirganda qilib, bir taxminan mana shu profil yurg'izishdan bir 2-3 oy oldin inomarka hayda degan gap miyamga kelib, shu profilni ochib qo'yganman. Lekin yurg'izmaganman. Keyin bir ilhom kelib, keyin shu mashinani qo'yib ko'ray deb qo'ydim. O'sha birinchi, ikkinchi, uchinchisidan zo'r bo'lib ketib, dashi inomarka haydaga fokus qaratib yubordim. Qolgan sohalarni pashta yig'ishtirib qo'ydim. Eslayman, o'zidan o'zi ilhom kelib qoladi, xullas, o'zingiz bilmay qolasiz. Birinchi inomarkangiz Bestyon bo'lganmidi? Ha, Xitoy mashinasi. Bestyon mashinasini haydagan edim. O'shanda ham maza qilgan edim. Ya'ni o'xtay bo'lar ekan-ku. Yurgan ekanmiz-ku, misol GM mashinasida. Qani edi, hamma sharoiti bo'lib turib, mana shunaqa inomarkalar haydasa deb, maza qilganman ichimdan. Lekin o'sha paytda inomarka haydanish yurg'izardim. Lekin ko'pchilik nima mashina haydaysiz dirdi. Lekin Bestyon haydashim, ya'ni Xitoy mashina haydashimni bilishmasdi-da. Lekin o'zimga yoqardi shu paytdagi men uchun eng zo'r mashina edi. Chunki o'zim ola olishimga qurbim yetgan eng zo'r mashina edi. Ha. Keyin uni hammaga yetmaganman. Keyin yana Mers olganimdan keyin Mers oldim deb xursand bo'lib chiqqanman. O'shanda hamma chin ko'ngildan tabriklagan. Qizil Mers deb. Zo'r. Aka, birdan o'sgan vaqtingizda baribir muvaffaqiyatga qanaqadir erishgan bo'lasiz va mana shunaqa ko'tarilgan vaqtingizda qanaqadir oldingizda yo'llar ochiladi. Sizga mana shu narsa qanaqa yo'llar ochildi? Bu moliyaviy jihatdan bo'lishi mumkin, networking, nimalarga oldingizdan ochildi? Voy lekin, shunaqangi katta o'zim birinchi shokka tushib qolganman. Mana shu hamma narsa videolar portlab ketdi, prosmotrlar bomba bo'lib ketdi, подписчиклар ko'payib ketdi-da, aytganingizda hamma yo'llar ochilib ketdi-da. Misol uchun oddiy misol mashinamda zapravkaga kirsam, benzin quyib berishyapti-da, yo pul kerak emas deyishyapti. Yo'q deyapman, kerak emas, mana deb majburlab berib ketaman, baribir olishmayapti. Qaysi misol restoranga kirib-olmanda, misol uchun kirib-olmanda, yo shu kerak emas, to'langan deyishyapti. Yo'q deyapman, beraman deb urishib ketardim, aka olinglar debdi. Keyin oldingi misol uchun topayotgan 1 oylik dohodim aytaylik, bir haftada, 3 kunda topadigan bo'lib qoldimmi, qo'rqib ketib qoldim. Nimadan deng? Mana shu umr bo'yi meni rizqim bir deganda berilib, nima umrim tugab qoldimi deb cho'chib ketib qoldim-da. Tushunasizmi? Fantaziyani qarang. Hamma mana shu 30 yil, 40 yil, 50 yildagi hamma rizqim bir deganda berilyapti. Tugab qoldim rizqim, bo'ldimi o'sha? O'lamanmi deyapman-da, tushunasizmi? Keyin o'ylab, da Allohning ne'mati, ya'ni boyligi tugamaydi. Tushunasizmi? Tugamaydi. Cheki yo'q-da, cheki yo'q. Biz topayotgan aytaylikda inomarkaga pul yoki bitta mashinaga pul bilan u yoqdagi Alloh berayotgan misol uchun ne'matlar mulkidan menimcha kamayib qolmaydi-da. Keyin shuni o'ylab, u uchun berilayotgan narsa bir dengizdan tomchini milliondan biri emas. Inshaalloh
mana shunga bizani loyiq deb ko'rib beryapti deb keyin sal xotirjam bo'ldim. Ungacha stressda shokda yurdim. Nima endi o'lib qolamanmi deb. To'g'ri. Zo'r aka. Hamma narsa berilgan vaqtida, o'sha muvaffaqiyatga qaysidir darajada erishgan vaqtingizda sizga qanaqadir noqulay tomoni ham bo'lganmi bu narsani? Qiyinchilik deymizmi? Qanaqadir qiynalgan joylaringiz bo'lganmi? Unda buni qiyin tomoni o'zingizga hozir misol uchun hozirgi paytda o'zimga vaqt topolmayapman. Даже bola chaqamni aytayli bir haftada bir zo'rg'a ko'ryapman. Aytayli ko'chada bemalol payt kelsa, ana xotirjam yura olmayman-da. Ya'ni mas'uliyat. Bir kunda bir 5 ta joyga borish kerak, bir 5-10 ta mashina kelish kerak, ularning ishini hal qilib berish kerak, eng qizig'i hammani ishini chiroyli hal qilib berish kerak. Misol uchun oddiy misol 5 minglik marka qo'yolmanmi, 200-300 minglik marka qo'yolmanmi, o'shani sotayotgan odamni maksimum sotilishiga sabab bo'lib, u mashinani ochib berishim kerak. Uni detallarini o'rganishim kerak. Misol uchun-da, mas'uliyatda. Keyin olayotgan odamni nima sababdan olish kerak o'zi bu mashinani? Ularni o'rganib chiqish kerak. Tushunasizmi? Bitta mashinani даже bitta sirni ochaman. Mana oddiy misol ism aytaman-ku. G'ayratboy yoki Hoji aka yoki Abrorboy deb aytaman-ku. O'shalarni ham prosta kallaga kelgan otda shunday aytib yuborilmaydi. Misol uchun mana 50 ming dollarlik misol Prado keldi. U mashinani o'rtacha necha yoshli odam haydaydi. Aynan o'sha yoshli odamlarni yilida trend bo'lgan ismlar bor. Misol uchun mana hozir qo'yilayotgan misol uchun Isfandiyor yoki qanaqadir yoshlarning ismi bor. De u paytda unaqa ismlar qo'yilmagan. Hozirgi kunda trendda. Tushunasizmi? Aynan o'sha yildagi odamlarni trend ismi bilan murojaat qilsa, to'g'ridan to'g'ri o'sha odamga yetib borsa, "Voy, menga yetyapti" deb qabul qilib bosib yuboradi. Bu bittasi. Keyin har bitta model mashinani eng ko'p haydaydigan viloyat bor. Misol uchun Qashqadaryo, Surxondaryo, Samarqand boshqacharoq model, Vodiy tomonga bo'lsa boshqacharoq model haydashadi. Vodiy tomonda trend bo'lgan ismlar bor. Voha tomonda trend bo'lgan ismlar bor, Toshkent tomonda trend bo'lgan ismlar bor-da. Har bitta mashinaga tushunasizmi? Aynan qaysi Voha oladim, Vodiy oladim, Toshkent oladim, shuni analiz qilib turib, keyin mashina haydaydigan odamlarning yilida, yoshidagi trend bo'lgan ismlarni analiz qilib turib, keyin 100 minglik mashinalarga boshqacha podxod, boshqacha ohangda. 10 minglik mashinalarga boshqacha podxod, boshqacha ohangda video qilishi analiz qilib chiqiladi. Tushunasizmi? Gapni shu darajada yondashib, o'shaning uchun hamma aytadi, o'sha mashina o'sha sotib oladigan odam "Sen menga gapiryapsan" deb o'ylayman deydi. Tushunasizmi? Misol uchun hozir yoshlar oladigan mashina bor, ularga "Hoji aka, sizda pul ko'p, bosib yuborasizmi?" misol uchun. Men misol uchun arzonroq mashina nima bo'lishi mumkin? Honjini deydi yoki yani misol uchun 5 minglik qanaqadir mashinani sizda pul ko'p bosib yuborasizmi desa, uni yoshi katta, yoki pul ko'p odam olmaydi. Yoshlar oladi-yu, sotib oladigan odam tipa "Men ustimdan kulyapti, menda pul kam, zo'r g'iyib olman" deydi, ularga yetib bormaydi. Misol uchun chunki har bitta mashinani sotib oladigan odamni dunyo qarashi bo'yicha gapirib zo'r qilinadi. Tushunarli. Bu narsani ani mehnatda, xullas, mana shu dardi fikrim hozir mana shu ish. Shunaqa bo'lib qolgan, o'zimga vaqt ajrata olmayman, даже oilamga vaqt ajrata olmayman. Xudo xolasa sekin yo'lga qo'yib oilaga vaqt ajratamiz. Aka, demak bu hozirgi darajangiz bu tasodif emas ekanda. Ya'ni siz har o'rgangansiz, qanday so'zlar aytilsa yoki qanaqa gaplar aytilsa, kimga aytilsa, bu Instagram algoritmiga tushib qoladi va prosmotrlarga ega bo'ladi degan narsani analiz qilibsiz, o'rganibsiz. Ya'ni bu narsa tasodif emas. Siz o'z xohlab yoki o'z bilib yoki o'z bilmagan holatda shaxsiy brendingiz qurdingiz. Inamarka Hayda deb nom ostida Nodirxo'ja degan shaxsiy brendingiz qurib, hozir shaxsiy brend kuchini orqasida mana shu darajaga keldingiz. Bu narsani shaxsiy brend qurishda bu joyda o'rganganmisiz yoki o'zingizda qanaqa tug'ma iqtidor bormi yoki bu joyda ko'rganmisiz? Qanday qilib bu narsaga erishdingiz yoki bu narsani qildingiz? O'zi bu narsani umuman bilmasdim. Instagramni taxminan 5 yil oldin hamma Instagramga story qo'yib, post qo'yib, bir narsalar qilib yurgan paytda men Instagramga video qiladiganlarni ustidan kulardim. Story qo'yib, men ovqatlanayotganini qo'yib, bunday gapirib qo'yadiganlar ustidan kulardim. Nima bular? Vaqtini, umrini sarflab zarilmi shu narsa dirdim-da. 5-6 yil oldin taxminan menimcha.
keyin bu narsadan foyda olish mumkinligini sal bo'lsa ham bilib qoldimmi? Tushunyapsizmi? Keyin maksimum shuni aytganingizni o'rgandim. Blogerlik kursiga bordim, SMM kursiga bordim. Shaxsiy brend kursiga bormaganman-u, lekin shaxsiy brend haqidagi hamma tushunchalarni o'rganganman-da. O'zi shaxsiy brend nima? O'zi qayerdan paydo bo'lib qoldi bu so'z? Misol uchun oldin prosta mashhurlik degan narsa bo'lardi-da. Mashhur bo'lib ketdi deyishadi. Shaxsiy brend degan atamani o'zi menimcha 1-2 yil oldin paydo bo'lib qoldi-da. O'zbekistonda shunaqa. Dunyo bo'yicha oldindan bor. Shunaqa O'zbekistonda shaxsiy brend deysa, nima bu deyishadi 2-3 yil oldin. Mana shu narsani rost egasan o'rganganmiz. Aytganingizdek to'g'ri. Mana gapirish, odamlarga to'g'ridan to'g'ri podxod qilish, qalbiga kirib borish deydimi, nima deydi? Sotish san'atini bu ko'proq o'zimizdan sohadan kelib chiqib, ya'ni men bozorda ishlaganman, oldin yoshligimdan mana shu mashinalarga narsa sotganmiz. Klientlarni o'ra olishi aytaylik, bora-bora shakllangan. Lekin aynan Instagramga mana shu bilgan narsalarni qo'llashi, shaxsiy brendda SMM marketingga blogerlikni o'rganganmiz. Maksimum undan aytaylik, blogerlardan hammasi o'rganilgan. Ya'ni mana shunaqa o'rganish mumkin degan g'oyani, ilhomni bergan. Tushunarli. Misol uchun o'sha paytda zarilma mana umrimni sarflab deb o'sha ishimni, aytaylik, kafemni yoki boshqa salonlarimni offline bizneslarni rivojlantirmoqchi bo'lganimda, men bloger, mana bu reklama qilgandan keyin zo'r bo'lib ketdi. Demak, hozir palon pul $1000, $2000 men o'tga chaqira olmasdim-da. Misol uchun meni biznes qotganlar bilishadi. $2000 yoki meni ba'zi bir payt chaqirishga hamma joy ham ko'tarmaydi-da. Keyin men shuni o'zim qilsam-chi, o'zim gapira olaman. O'zim naproq sotishni yaxshi ko'raman. Odamlar bilan bemalol gaplashaman. O'zim gapirib, mana shu servis rivojlantirib, servisga qilib, keyin unga qilib mashinalarni syomka qilib o'rganib hayotda qila oladigan ishingizni Instagramga ko'chirib o'tirsangiz bo'ldi o'zi. Bir xil qiyin shaxsiy brend, mashhur bo'la olmayman-man. Aytaylik, gapirishni bilmayman deyishadi. Hayotda gaplashsangiz, bidir qilishadi. Bizdan ko'ra gap ko'rsatadi. Bizdan ko'ra latifalarni aytib, zo'r emotsiya bilan gapirishadi. Videoni jaqtatib keling, tezroq olamiz. Mana shuni gapirib beringiz, qizarib ketishadi. Yo'q, men gapira olmayman deyishadi. Menimcha hamma odamda boshida shunaqa bo'ladi. Bu narsa mening fikrim shakllanadi. O'zingizda ham bo'lganmi shunday? Hozir shunaqa bo'lib qolgan, конечно bo'lgan. Bir 4-5 yil oldingi videolarimni qo'yib beraman. Har bitta gapim orasida tutilib, turib mana bunaqa qizarib, mana bunaqa chochlarni qichiyurib, mana bunaqa qilib, mana shunaqa bo'lgan. Qovurib shakllanib ketadi. Hozir nima bo'lib qolgan? Hayotda zo'r uncha gapira olmayman. Lekin mana kamerani chiqqatib yoqadi-yu, keyin gaplar quyilib keladi. Ungacha gaplar kelmaydi. To'xta, gap kelmayapti, kamera yoqib yubordi. Keyin keladi. Bu narsa menimcha shakllanadi. To'g'ri. Shaxsiy brend qurayotgan insonlarda ham kamera oldida gapirish borki, hayotda bor deyapsiz-da. Shaxsiy brendni faqat ijtimoiy tarmoqlarda qurish kerakmi yoki hayotda ham shaxsiy brendni qurish kerakmi? Ya'ni inson faqat ijtimoiy tarmoqlarda giperaktiv bo'lish kerakmi yoki hayotda ham xuddi shunaqa aktiv inson bo'lib turib, hayotda ham shaxsiy brendini qurish kerakmi? Birinchi bu hayotda shaxsiy brend qurmagan odam Instagram ijtimoiy tarmoqlarda shaxsiy brend qura olmasa kerak, meni fikrim. Nimaga? Hayotda tanish bilishlaringiz ko'p bo'ladi, odamlar bilan qanaqa gaplashishni bilasiz, u bilan networking qilasiz. Yaxshi insonga aylanib, hammaning mehrini qozona olgan odam keyin Instagramda ham mehrini qozona oladi. Misol uchun hayotda o'zlig'ib mashinnik, hammani aldab yurgan, qo'lidan bir ish kelmaydigan odam, misol uchun Instagramda yaxshi bo'lib, ko'rinmoqchi bo'lib kontent qilsa, u tabiiy chiqmaganning hisobiga yuraydan gapirmayapti, o'zi g'irt aldoqchi, lekin o'zini haqiqatparvar deb ko'rsatmoqchi bo'lib video qilsa, qalbdan chiqmay soxtaligi uchun ko'rayotgan odamga yetib bormaydi. Uni mashinnikligini deydimi, aldayotganini deydimi, ko'rayotgan odam bittada his qilib bo'ladi. Yurakdan chiqqani yuragiga yetib boradi dedi-yu, menimcha shu narsa bo'lsa kerak. Birinchi hayotda shaxsiy brendi zo'r, aytaylik, 100 ta, 1000 ta tanishi bor odam, shunaqa zo'r odamlar bor-da, ishoning, hammani taniydi. Hamma bilan muomala qilib, aytaylik, gaylar bilan ham aytaylik, nimadir ishtirok bo'lib qolsa, zo'r suhbatlashib chiqib ketadi.
hech kim bitira olmayotgan ishlarni bundoq kirib qalbiga kirib olib bitirib chiqib ketishadi-da. Tushunasizmi? Agar shunaqa odam shaxsiy brend quradi-yu, o'shani xarizma bilan gaplashadigan zo'r odamlar bor-da. Instagramga aytaylik, YouTube'ga o'tadi-yu, o'shani ujuk bittida ko'tarilib ketadi-da. Lekin agar hayotda o'zani hech kim bilan gaplasha olmay, odam o'tsa qiynaladi, qila oladi. Uning uchun bitta shaxsiy brendni rivojlantirib beradigan kimnidir yollash kerak. Yo o'zi gapirish kerak yoki gapirishga majbur qiladigan u kim. Misol uchun mana siz ham shaxsiy brend yurg'iztirib berasiz-ku. Ba'zi birlarga kamera yoqsa tutilib qoladi. Oy, deysiz, to'xtang, men bitta noto'g'ri gapirasiz, bunaqa gapiring, bunaqa qilsangiz, bunaqa bo'ladi deb o'rgatib, keyin usta qilib yuborasiz-da. Shunaqa, buni shakllantirsa bo'ladi. Ha, shakllantiradi. Misol uchun, siz o'zingiz zo'r gapirasizmi, ustamsiz, kamera yoqsa bidirlayapsizmi, o'zingiz shaxsiy brend quravering, lekin qanaqa boshlashni, Instagramni bilmasangiz, yoqib o'chirishni, kamerada montaj qilishni bilmasangiz, zo'r gapirishni bilsangiz ham, mana ustasiga bering, mana men zo'r qilib ber deb topshiring. Yoki umuman gapirishni bilmasangiz ham, pulingiz bo'lsa, mana menikini qilib ber deb topshirsangiz, ular mana shunaqa qilib sizni fikringizdan, dunyoqarashingizdan kelib chiqib, sizni mana bunaqa shaxsiy brendingizni ko'tarib beradi. Misol uchun mana Mir Komil bilan qancha 3 yil oldin, 2 yil oldin, 2023-yil. Menda aytaylik live hacklar, videolar qilish bo'yicha g'oya yo'q edi, g'oya. Просто kamera yoqsam, nimadir emotsiya bera olayman. Voy, mana qarang, zo'r ekan. Bu yoq, men misol uchun tonirovka qildirib yuborsangiz, biron qildirib yuborsangiz mazza dirdim. Buni o'zi bilan rekka chiqish qiyin-da. Rekomendatsiya yotmaydi. Misol uchun boshidagi sizda bu sani pizzaga reklama olganimda qaltirab qolganman-da. Menga aytaylik $1000 beryapti-da, reklama qilib beryapti-da. Voy, o'xshatmasamchi, ololmasamchi, rekka chiqmasachi, pul bergan odam olib uyalib qolsamchi deb buni oldiga chiqaman. Mir Komil, mana menga pul berishdi. Mashinaga zo'r g'oya qilib berish kerak. Kallamga kelmayapti deb chiqqanman. $1000 olgan bo'lsam, shu paytda necha pul berdim? $50 berdim. $50 beribsiz aka. $50 bermadim, bilmayman. Zo'r g'oya qilib berganman. Tirs mabga boramiz, mabdan boshlaymiz deb g'oya qilib qilganmiz. Video zo'r ketgan. Misol uchun 100 ming kutilgan joyda 300 ming bo'ladi, adashmasam. 100 ming bo'lsa qaniydi prozmotr degan joyda adashmasam 300 ming bo'ladi 2 yil oldin. Yaxshi ketganlar. Ha. Undan ham ko'p bo'ladi. O'shanda xursand bo'lganman, yuzim yorug' bo'lganman. Ha deganman. Demak, o'zim ba'zi payt men ham charchab, ideyalar kelmay qolganda, misol uchun men pul topolmaymanmi? Boshqa biznesimdan topolmaymanmi? Kimgadir yana ham zo'r qilishimga sabab bo'ladigan odamga pul berib, qildirsam, yana ham zo'r bo'ladi. Nechta video qildirganman buni Komilga. G'oyalarni qilib bergan, o'zi montaj qilib, men bitta turing, men bunaqa gapiring deb turib, yana qo'shimcha menga o'rgatib, keyin bundan ko'p narsalar o'rganib olib, keyin bunga o'sha qildirmay qo'yadi. Lekin ko'p yana ssenariylarni olib turaman. Misol uchun men hammaga aytaman-da, video qilmoqchiman, nima qilaylik? O'rgan deyman, mana SMMga bor, yoki o'sha marketingga o'rgan. Yo, vaqtim yo'q deydi. Endi puling bo'lsa, misol uchun mana tayyor qilib beradigan bolalar bor-ku, mana pulini ber, menga zo'r biznesimni rivojlantiradigan videolar qilib ber. Shunaqa. Degan seni zo'r qilib olib chiqib beradi. Yo, o'zing qil, yo qildir. O'zing qila olsang zo'r, omadingni bersin deyman. Qila olmasang, qilib beradiganlar pulini bersang, bo'plar mana shuni qilib beradi, majbur qiladi. Ya'ni pulini olib qo'ygan-ku, mana bunaqa qilishimiz kerak, aka, bu vaqtingiz bilan video qilishimiz kerak-ku deb, ana ko'tiga tepib turg'izib, o'sha syomka qilishga majbur qiladi. Lekin odam o'ziga qo'yib qo'ysa, mana bugun ikkita video olishingiz kerak, bir biznesingizni rivojlantirishga video qilishingiz kerak desa, hafsala qilmaydi. Qayerga boraman? Gapni nimadan boshlayman? Ololmasam-chi. Bu yerda yana vaqt muammosi ham bor-da, Ha. Boshqa ishida yaxshi pul topayapti yoki biznesmen. O'zini o'sha shaxsiy brend bor, o'rganib, unga vaqt ajratib, yana ideyalar qilib turib bu narsada montajini, syomkasini, g'oyasini, ssenariylarini yozishga qancha vaqt ketadi? Bu ham bitta kasbdir. Undan ko'ra o'zini qilayotgan ishiga fokus berib, o'shandan ko'proq pul topib, bu yog'iga shaxsiy brendga boshqa bitta odam yollasa, o'sha ancha effektliroq. Ham u odam necha yillardan beri bu sohani ichida yurgan bo'lsa, ancha tajribaga ega bo'ladi. Shunaqa qilsa tezroq o'sadi deb o'ylayman odam. Shunaqa, hammaning har xil narsaga qobiliyati bor-da. Men hozirgi kunda mana shu gapirishga, videoda xarizma berishga, ya'ni tabiiy gapira olishimga o'rganganman-da.
videoda hozir borimcha gapira olaman. Hayotda misol uchun jigarlar bilan choyxonada o'tirsam, xuddi shunaqa gapiraman. Uyalmasdan. Hayot videoda ham shunaqa gapirishni o'rganganman. Lekin miyam oxiri charchab qolgani uchun, aytaylik 10 ta mashinaga 10 xil ideya qilgani uchun mana xuddi sizga o'xshagan, misol uchun har doim birga yuradigan ideyasi bor bolalarni yollaganman-da. Misol uchun, "Ey, menga ideya kelmay qoldi, charchab qoldim, ideya beryapar" deyman, ideya beradi, keyin dalish qila olaman. Agar bir kunda bitta video olishim kerak bo'lganida, bir kunda bitta mashina olishim kerak bo'lganda, to o'sha mashinani olguncha internetdan o'rganib, gaplarni o'ylab gapirishim mumkin. Lekin siz tanimagan yangi 10 ta mashina kelib qoldi. Yoki ko'chadagi 5 ta reklamani qilishim kerak, ideya tugab charchab qoladi menga. "Ey, menga ideya qor" deyman-da. Tushunasizmi? Qo'varishadi. Dalish davom etib ketamiz. Menda hozir mana shu gapira olishga ozgina o'rganib qobiliyat bo'lib qolgan. O'shani bemalol gapira olaman. Mirkomil aytmoqchiman, siz misol qilib aytayotgandim. Bu bola zo'r, mendagi xarizmatik videolar qilib, o'zi videoga chiqmasligi mumkin, lekin buni qobiliyati sizga qildirtira olish. Ideya qila oladi. Hozir men shunga hayron qolaman. O'zi Alloh ham hammani nima deydi? Qanaqadir nimadadir zo'r qilib chiqaradi-da. Tushunasizmi? Misol uchun menga ideya berayotgan bola o'zi videoda zo'r gapira olmaydi. Tushunasizmi? Siz ham videoda zo'r gapira olmaysiz, lekin zo'r ideya bera olasiz. Lekin men zo'r gapira olaman, lekin ba'zida zo'r ideya qila olaman. Tushunasizmi? Siz agar hamkorlikda ishlasa, hamkorlik qilsa, misol uchun sizni pulingiz bor, lekin qanaqa yurg'izishni bilmayapsiz, o'sha miyasi charchab qolgan, ishxonada aytaylik, xodimlarni boshqarish kerak, qaysidir obyektga million dollar pul chiqarib olish kerak, lekin qaysidir biznesingizni rivojlantirish uchun media yetishmayapti. Vaqtingiz yo'qmi? Mana vaqti borligi, ideya qiladiganligi, pulini berib qildiring, qobiliyati borligi deyman-da. Mana shunaqa. To'g'ri aka. Agar kimdir vaqtini ayamoqchi bo'ladigan bo'lsa, qildirgani yaxshiroq. Mana boya gaplashganimizdek, siz aytyapsizki, odam o'ziga bog'liq deyapsiz, shaxsiy brend qilishda. Sizni obunachilaringiz sizni nimangiz ko'proq qadrlashadi, nimangiz ko'proq yaxshi ko'rishadi? Mani ko'pchilik boringizcha samimiyligingiz uchun deydi. Samimiylik bu hayotda qanday bo'lsa, o'sha boricha gapirish. Tushunasizmi? Ya'ni qaysidir adashib ketgan joylarim ham kerak bo'lsa shunday qo'yaveraman. Hamma unaqa qila olmaydi, chunki hamma kamera yoqildi, hamma bo'ldi. Tinch qoladi, iloji boricha kamroq xato qilishga harakat qiladi. Kamroq harakat qilib, o'zini yaxshi tomonidan ko'rsatishga harakat qiladi. Yo'q, o'sha aytaylik, umuman yaxshi tomonni ko'rsatishga harakat qilmayman. O'zimni mukammal ko'rsatishga harakat qilmayman. O'zi hammaning xatosi bor. Hech kim mukammal emas. Aytaylik, meni boshida jigar deb gapirishimni yomon ko'radi. Nima unaqa cho'zilasan, nimaga unaqa gapirasan, g'alatimisan degan gaplarni ham yozishardi-da. Boshida yoqtirishmasdi meni ham, tushunasizmi? Keyin bora ko'raverib, ya'ni mana shu borimcha, jaydarligimcha, samimiyligimcha chiqqanim orqali natijaga erishganimni ko'rib, keyin odamlar o'rganib, manaqa jaydar, samimiy bo'lib natijaga erishdi, demak bu yaxshi narsa ekan deb keyin negativlik bo'lib ketdi-da. Bizlarni ham yoqtirmaydiganlar qancha bo'lgan, nimaga unaqa gapiradi, nimaga bu nima deydi? Suziladi deydimi misol uchun-da. Odamlar aytaylik internetda, televizorda stroga o'tirib olib, "Assalomu alaykum, men bu 506 объем, men bu buncha yilda chiqqan", misol uchun. Shunaqa yurtadiganlar ham bormi? Shuncha kilometr yurgan mashina, aytaylik $36,000. Kelib ko'rsanglar bo'ladi desam, oldin shunaqalarga o'rganishgan. Lekin men to'g'ridan-to'g'ri jigar, men buni ko'rib olsangiz-chi deb, hayotda kim bilandir gaplashadi-yu. Xuddi shunaqa internetda meni ko'rayotgan odam bilan hayotda gaplashayotgandek borimcha gapirib, keyin o'rgatib qo'yaman. Shunaqaki, men ko'pchilikdan so'rayman, saqingizni so'rayman, analiz qilaman. Mana shu Inamarka hayda, uchun tanishim deyman, men fikringiz qanaqa deyman. Nima uchun ular kuzatasiz degan, ko'pchilik samimiylikda aytgan. Ya'ni siz samimiyligingiz ularga ko'proq yoqqan, boya aytganingizdek hamma o'zini ideal ko'rsatsa, siz xatolaringiz bilan ko'rsatishlaringiz ularga yoqqan. Chunki hamma xato qiladi-yu. Sizda ham misol uchun xatolaringizdan uyalmaganligingiz ularga yoqqan deb o'ylayman. Sizda qolganlarda shu fikrda, sizda qolganlar xayolda siz shaxsiy brendingiz mana shunaqa yaralgan. Yorilicha, samimiylikcha. Shaxsiy brend qurishda
Endi hammaga shaxsiy brend qurish kerak deb o'ylaysizmi? Misol uchun hamma shaxsiy brendini qurish kerakmi? Hozirgi kunda biznesda ichida yuradigan menimcha hamma qurish kerak. Buni oddiy misol somsachilar misolida ham aytsa bo'ladi. Aytaylik, mana zo'r somsachilar mana shunaqa somsachini reklama qilish uchun uni retseptlarini o'rganib, zo'r videolar qilib o'rgatadimi? Ham u zo'r somsachi degan fikr odamlarning miyasiga kirib, ham somsasi bir mingta sotayotgan 10 mingta sotadi. Butun xalq uni o'rgatgan hisobiga yaxshi ko'rib qoladi. Любой sohaga qilsa bo'ladi aka. Misol любой soha ayting nima? Misol uchun stomatologlar bo'lishi mumkin. Stomatologlar hamma qilyapti, bu yengil emas. Hech kim qilmagan shaxsiy brend soha nima deb o'ylaysiz? Konditsioner ustasi. Konditsioner ustasi? Konditsioner ustasini va shaxsiy brendini ko'rmadim. U yerda nima bo'ladi? O'zi konditsioner ustalari bor, lekin kam. 90% konditsionerchi sezonniy bo'lib olishadi. O'zi kira qilishadi yoki o'zi boshqa ishlarni qilishadi. Sezon yoz paytida konditsionerchi bo'lib olishadi. Faqat ustanovkani bilib olishadi. Tushundingizmi? Lekin o'sha konditsionerchi shaxsiy brend qilib, uni qanchalik 7 yil, 10 yil, 15 yil, 20 yildan beri ishlayotganini, nimadir buzilsa qanaqa qilib tuzatish kerakligini o'rgatibchi, hammaga sevimli bo'lib qoladi-da. Keyin uni avtomatik yozin, qishin ishi to'xtamaydi. Keyin kimdir 300 mingga qilayotgan bo'lsa, to'xta, men zo'r usta ekan, menga mana bunaqa qilishni o'rgatdi. Men aytaylik 100 minglik narsani 30 mingga yoki 20 mingga qilishni o'rgatdi, nimadir almashtirishni. Men senga qildirtiraman deydi. O'sha baribir o'zi qila olmaydi. Misol uchun men atvergani yechasan, nimadir предохранитель kuyib qolgan, mana shunday qilsang 10 mingga tuzaladi deb o'rgatib, xalqqa yoqadimi? Lekin hech qaysi biznesmen odam narvon qo'yib, tomiga chiqib, o'zi 10 minglik narsa almashtirmaydi. O'rgatganning hisobiga u mana shu o'rgatdi deb turib, o'shani chaqirib 300 mingga kerak bo'lsa, xuddi o'sha narsani qildirtiradi. Oddiy misol, konditsionerchi o'zini shaxsiy brend qilsa, o'shani qishin yozin puli ishi tugamaydi, narxi oshadi. Shunaqa. U shaxsiy brend bo'ladigan bo'lsa, hammada konditsioner ustasi bo'ladimi, dehqon bo'ladimi, taksist bo'ladimi, o'zini shaxsiy brendi bo'ladi. Tor doirada bo'ladi. Masalan, 10 kishi, 15 kishi, 20 kishi uni haqiqatda mana shunaqa kasb ustasi ekanligini biladi. Endi haqiqatdan ham zo'r kasb ustalari bor, bu ekspertlari bor yoki biznesmenlar bor, kuchli. Ularda endi 15-20 kishi emas, ko'proq odam bilish uchun uni qanchalik mutaxassisligini Instagramga chiqadi. Ya'ni 15-20 kishi uni mutaxassisligini bilsa qanchalik foyda. Endi 100 kishi bilsa, 1000 kishi bilsa, 10 ming kishi, 100 ming kishi bilsa qanaqa foyda unga? O'zi qattan mutaxassis, prosta o'shani ko'proq odam biladigan bo'lsa, unga ko'proq foydali hisoblanadi. Hozir endi Instagram bu narsani rivojlantirish uchun, bu narsani olib chiqish uchun eng yaxshi platforma bo'lib qolgan. O'zingizda ham YouTube'ingiz bor, Instagramingiz bor, shunaqa. YouTube'dan yuritasiz, Instagram yuritasiz. Instagramdan ko'proq foyda keltiradi deb o'ylayman sizga YouTube'dan ko'ra. YouTube'da ham qanchadir obunachingiz bor, Instagramda ham. Lekin bir-biridan farq qiladi. Auditoriyasi shunaqa. Sizcha shu YouTube bilan Instagramda qanaqa farqi bor bir-biridan? Auditoriyasidagi farqi yoki sizga olib keladigan daromadida qanaqa farqi bor siz uchun? YouTube bilan Instagramga o'tiradigan odamlar boshqa dunyoqarashli odamlar. YouTube'da ko'proq meni fikrim yosh kattalar o'tiradi. Misol uchun Toshkent shahrida YouTube'da o'tiradiganlar kamroq deb o'ylayman. Viloyatlarda ko'proq YouTube'da o'tirishadi. YouTube'ni hozirgi kunda aslida televizorda ko'rib o'tirishadi. Televizor ko'rib 1 soat, 2 soatlik video ko'rib o'tiradigan odamlar ko'proq bemalol xotirjam, mana bilim olish xohlaydigan odamlar o'tirishadi. Instagramda ko'proq tez harakat qiladigan odamlar, tez mana videoni ko'rib, mana bilmayman, biznesmen odamlarni juda ko'p qismi menimcha Instagramda o'tirsa kerak hozir. Yoshi katta odamlar meni fikrim YouTube'da o'tirsa kerak ko'proq hozir deb o'ylayman. Meni fikrim. YouTube'ga o'zi aslida YouTube'ga kuchi ko'proq Instagramga qaraganda o'zi aslida. Chunki YouTube'da 1 soatlik video qo'ysam,
bir soat ichida 100 mingta odam ko'rsa, shu bir soat davomida meni ko'rgan odam, boshidan oxirigacha ko'rgan odam 100% eslab qoladi. Ko'rinishimni, gapirishimni, ohangimni, oradagi tutilib qolgan joylarimni, g'alati harakatlarimni ko'radi-da, 100% aytaylik 1 yildan keyin ham esla oladi. 1 soat. Lekin misol uchun men bitta video qo'ydim. Instagramda 1 soat o'tirgan odam 1 soat ichida bitta emas, bir 100 ta, bir 300 tacha video ko'radi. 3 sekunddan o'tkazadi, aytaylik 200 ta video ko'radi-da, meni eslab qololmaydi ular. Tushundingizmi? Chunki 1 soat ichida YouTube'da faqat meni ko'rdi, miyasida qolib ketdim. Instagramda bitta video 1 soat ichida 100 ta video ko'rdi, orasida zo'rg'a eslaydi. Qachon eslab qoladi? Tammi rekka chiqarib, bir chiqadi o'tkazib yuboradi, ikki chiqadi, nima ekan deydi, 3 chiqadi, to'xta, yaxshi gap gapiryapti deydi. 5 marta chiqadi. O'rtacha Instagramda 10 martacha videosini boshidan oxirigacha ko'rsagina esda qoladi. To'xta, bu menmi odam edi. Shu ham profilni oti esda qolmaydi, ko'rinishi esda qoladi. Keyin qachonki bir 11-12-videosidan keyin to'xta, mana zo'r video qildi deb podpisasiya tashab, profiliga kirib, qani qolgan videolari deb qayta ko'raveradi-yu, o'shanda keyin ismigacha, ko'rinishigacha, nima ish qilishigacha keyin esda qoladi Instagramda. O'shaning uchun Instagramda kimdir videosi, 2 ta 3 ta videosi 5 million, 10 million prosmotr olib ketsa bo'ldi, men mashhur bo'lib ketdim, endi meni hamma tanidi deb o'ylargan ba'zi bir. Aytaylik 10 tacha videoyini ko'rgan odam kelgan ko'chada ko'rsa, "Qatta, siz Instagramda ko'rganman" deydi. 20 marta, 30 marta ko'rgandan keyin, siz misol uchun Inamarka haydasiz deydi. Keyin 50 marta ko'rgandan keyin Nodir xo'jasiz deydi. Tushundingizmi? YouTube'da bitta video orqali esida qolasiz, Instagramda 20 ta, 30 ta, 50 ta video orqali esda qolasiz. YouTube'ni kuchi ko'proq, sevimli bo'lib qolishga. Instagramda ham kuchi ko'p, uni ko'proq harakat qilish kerak. Shunaqaki, Instagram tezroq bo'ladi. YouTube'ga ozgina sabr kerak. YouTube ozgina sabr kerak, lekin mevasi ko'proq deydim, bilmayman. Lekin umuman boshqa auditoriya. Dunyoqarash umuman boshqa narsa. Shunaqa. Instagramda ekaningizda tez bo'ladi va ko'pchilik Instagramdan boshlaydi o'zini ishini. Birinchi Instagramga kiradi, Instagramni boshlasa zo'r bo'lib ketsa, keyin YouTube'ga, keyin boshqa platformalarga sekin-sekin o'tadi. O'z birdan hammasidan boshlasa bo'ladi yoki YouTube'da o'zidan alohida ham boshlasa bo'ladi. Yo'q, men YouTube'dan birinchi boshlaganman. Eng qizig'i mana shu Inomarka hayda YouTube'dan 100 mingta obunachi yig'ib, kumushlar olib, 150 mingta yoki 200 mingta. Yo'q, 150 mingta YouTube'da podpischka yig'ganimdan keyin Instagramda Inomarka haydani ochganman. Men YouTube'dan boshlaganman. YouTube'da o'sha tanil bo'lib, aytaylik, videolarim 300 ming, 400 ming, 500 ming prosmotr bo'lgandan keyin Instagramni ochganman. Shu ham juda katta podдержка bo'lgan. O'qdi, men sizni YouTube'da ko'rardim-ku. Instagram ham ochibsiz deb. Instagram ham juda tez, pashto O'zbekistondagi eng tez rivojlangan Instagramlardan bittasi bo'lib qolgan. Uni farqi yo'q, birinchi Instagrammi, birinchi YouTube'da boshlashimi, nimadandir boshlasa bo'ldi. Shunday. Farqi yo'q uni. Inamarka hayda, keyin hozir ko'zim tushdi. Inamarka uylar degan profilni ochgan ekansiz. Bu profilni Inamarka uylar degan profilingiz hali yangi, obunachiz kam ekan. Uni qanaqa maqsadda ochdingiz? Uni qanaqa yo'nalishda olib ketmoqchisiz? Inomarka uylar degan kanalim ochdi. Hozir ham 50 mingtadan oshdi odam уже bir pasda. Nimaga? Odamlarni o'zi so'radi, o'zi talab qildi. Uyim bor, qo'yib bering deyapti-da. Tushundingizmi? Ora chorada bir uyni qo'yib turardim. Bir oyda bir oyda 2-3 ta de. To'xta, mana shuni uylarni ham ochib qo'y, chunki talab bor. Odamlar qo'yib ber uyimni deb xohlashyapti. Misol uchun Instagramingda qimmat Inamarkalarni qo'yapsam, 100 ming, 200 minglik mashinalar ham bir kunda sotilyapti. Lekin shu 100 ming, 200 minglik mashinalarni olgan odamlar, puli bor odamlar, zo'r uylar bo'lsa ham oladi. Sani auditoriyangda boylar bor. Uyimni qo'yib ber deb talab bo'ldi-da. To'xta, mana shu kanalni ham ochib qo'yaver deb, shunchaki ochib qo'ydim. Buni ham bo'ldi, faqat shu Inamarka uylarga urg'u beraman demadim. Shunchaki o'sha Inamarka haydadagi uylarni prosta ulab qo'yaman. U ham qachonlardir 100, 200, 500 ming bo'lib ketgandan keyin uni ham alohida yurg'izsam bo'ladi. Bu ham shunchaki ilhom kelib ochib qo'ydik. Uni qanaqadir. U ham o'zidan o'zi bo'lib ketadigan narsa.
uyda obzor qilish qiyinroqmi mashinadan ko'ra? Yo'q, hammasi bir xil menga. Qiyinchilik yo'q. No, uyga vaqt ko'proq, chunki uyga borib qaytishimga 1-2 soat vaqt, 1 soatdan o'sha vaqt ketadi. No, mashinalarni hozir bir joyga chaqiraman. Borib o'tirishim shart emas, o'zlik keladi. No, uyga borib kelishga vaqt ketadi. Shunisi. Hozir hamma ijtimoiy tarmoqlardagi obunachilaringiz yig'ilganda qancha obunachingiz bor? Umumiy qo'shganda mana 2 million 200 ming, qarang. Qo'shib turing. 2 million 200 ming Instagram. Inomarka haydadi. 400 ming tuning profilda. 2 million 600 bo'ldi. Xo'p, YouTube'da 400 ming. 3 million bo'lyapti. 3 million bo'lyapti. 300. Yana TikTokda hozir TikTokimda 100 ming. 3 milliondan ko'proq. Ha, 3 milliondan ko'proq ekan. Zo'r gap yo'q. Endi tasavvur qiling. Bir kun ertalab uyg'onyapsiz, hamma obunachilaringiz yo'q. Hamma akkauntingiz nolga tushib qolgan. YouTube, Inomarka hayda, Inomarka uylar, hammasi. Nima qilgan bo'larsiz? Shunaqa bo'ldi yaqinda. Kech payt yarim kechasi bitta kirsam, Inomarka hayda kirmayapti. Sani profiling bloklandi deyapti. 2 million odam. Yo'q. To'xtadim, birinchi xayolimga kelgan narsa, tak, hozir mana shu 1,5 yil ichida yig'dim shu odamni. Odamlar уже tanib bo'ldi. Yana shuncha yig'a olmayman, faqat 2-3 oy vaqt ketar ekanda, boshqatdan ochsam dedim. Chunki misol uchun odam bitta qilgan ishini ikkinchi marta qila oladi, chunki unga odatga aylanib qolgan. Chunki misol uchun akrobat 2 metrga sakra olgan odam sakraguncha 1.10, 1.20, 1.30 metr o'rganib 2 metrga sakra oldimi? 2 millionga chiqa oldimmi? Chiqa olish bilimi bormi? Unga keyingi safar yangi profil ochsam, undan ham tez chiqa olayman. Misol uchun 1,5 yilda emas, endi 5 oyda chiqa olaman shu 2 millionlik profilga. 0 profil ochsam, yana bir 3-4 oy, 5 oy vaqt ketar ekanda degan fikr bo'ldi. Lekin qaltirab qolib, endi hech kim emasman, yo'qman emas. Chunki bilim bizda qoladi. Shunaqa. O'shani qo'lla olingiz, agar yashab tursak, jonimiz chiqib ketmasa bo'ldi, shu bilgan bilimlarimizni qo'llab, yana keyingi darajaga undan ham yaxshirog'iga chiqsa bo'ladi. Zo'r gap yo'qki. Maza qilib suhbatlashdim. Rostan qiziq bo'ldi o'zi. Men uchun qiziq bo'ldi. Misol uchun o'ylab yurgan savollarim bor edi. O'sha miyamda o'ylab yurgan savollar biz bilan tanishganimizdan beri keyin ko'tarib ketib qoldingizki. O'sha vaqtda takansa ishlagan ekanman deb qolibsiz bo'lmay. Shunaqa. Xullas shunaqa savollarim bor edi. Bera oldim. Keyin savollar kelib yozib olay dedim, chaqirdim. Men bu yerda o'sha qiziqtirayotgan, meni qiziqtirayotgan savollar balkim boshqalarni qiziqtirib yurgandir. Birdan hammasiga javob oldik. Hozir endi oxirgidagi savolim sizga, mana biz ko'rayotgan insonlarga, sizga havas qilib yurgan insonlar bo'lishi mumkin orasida, siz darajangizga yetishni xohlayotgan insonlar bo'lishi mumkin. Shularga bitta tavsiya bering. Ya'ni siz darajangizga yetish uchun, siz kabi bo'lish uchun qanaqa ishlarni amalga oshirish kerak? Nimalar qilsa sizga o'xshagan inson bo'ladi? Har tomonlama. Bu moliyaviy tomondan bo'lishi mumkin yoki o'sha obro' e'tibor tomonidan bo'lishi mumkin yoki shaxs sifatida sizga o'xshashni xohlayotganlar bo'lishi mumkin. Hammasi dildan chiqarib maslahat yoki tavsiya bera olasizmi kamera qilgan holatda? Oho, bir ton narsa-yu. Uni hozir shunchaki bo'ldi, gazni bosish kerak bilan gap tugamaydi. Birinchi odam hech kim aldamasligi kerak. Nima ish qilayotgan ham? Chunki aldab turib bitta deb olib ketsa bo'ladi. Misol uchun nimadir aldab, mana mashina toza deb turib yoki nimadir biznes qilayotganda, "Yo'q, men zo'r qilaman, siz zo'r ishingizni qilib deb turib aldab-sildab vaqtinchalik zo'r pul topsa bo'ladi, lekin uni oxiri yo'q. Tushundingizmi? Aldamasdan sekin sabr bilan chiqilsa, o'sha networking ham, tanish bilishlar ham ishonchiga kirib zo'r bo'lib ketadi qachonlardir, lekin unga vaqt ketadi. Aldab tez boyib ketaman degan odam hech qachon boyib keta olmaydi, zo'r bo'lib keta olmaydi. Bu narsa ijtimoiy tarmoqlarda ham xuddi shunaqa. Aldab turib yolg'on bilan kontent qiladiganlarni men o'zim ko'rdim. Bittada zo'r yolg'on rekka chiqadigan videolar bilan, yolg'onlar bilan qimmat narsa arzon ko'rsatib turib zo'r podpischka yig'ib oladi, lekin uni baribir oxiri voy. Chunki haqiqat bilan, to'g'ri niyat bilan kelmagan narsa. Любой ishda shunaqa. Tushundingizmi? Любой mahsulot sotayotganda ham zo'r mahsulot olib keldi, o'shanga ozgina yolg'on qo'shib sotsangiz, zo'r boyib ketasiz. Lekin uni orqasi chiqadi, 2 orqasi, 3 orqasi chiqadi deb bo'ldi. 100 ta odamning ichida yolg'onchiga aylandingizmi, o'sha bo'ldi. Kelajagingiz dedim, qolgan bizneslaringiz hech qachon yurmaydi. Любой ish qilayotganda
yolg'on gapirmasdan, aldamasdan qilish kerak. Tushunarli. Katta bo'lsa ham. Keyin shu narsani bilganman, ko'p gap ko'p bilganda emas, o'sha ozgina bo'lsa ham bilganni qilganda zo'r natija. Kimdir mana 1000 ta kitob, 100 ta kitob o'qiydi, lekin o'sha o'qigan kitobidagi ajab mamincha narsasiga amal qilmaydi, qilmaydi. Tushunasizmi? Ko'p bilib olib hech narsani qilmasangiz, ya'ni sababini qilmasangiz, natijaga erishish qiyin. Menda ko'p nima bo'lgan? Mamincha narsani o'rganib olaman-da, bo'ldi, o'shani borib o'qib qilishim kerak deb. Shu narsani meni fikrim. Tushunasizmi? Baribir baribir aldamaslikka bog'liq. Tushunasizmi? Hamma narsani qilib, sabablarni qilib, marketingni o'rganib, mediani o'rganib, Instagramga kirmagan taqdirda ham, qanaqadir restoran, kafe ochgan taqdiringizda ham o'shani yurg'izish bo'yicha sabablarni qildingiz-da, tushunasizmi? Ozgina bo'lsa ham qildingiz-da, lekin ozgina bo'lsa ham tagida yolg'on yashuv qo'shilgan bo'lsa, baribir yurmaydi. Xullas, birinchi bo'lib yolg'on gapirmasdan, qolgani ozgina bo'lsa ham o'sha sabablarini ko'p bilib olish shart emas. O'sha ozginasini qilib sabr bilan. Faqat bittada hech kim zo'r bo'lib ketmaydi. Kimgadir 5 yil, 10 yil ham vaqt ketadi. Qachon shu zo'r bo'lib ketadi? O'sha narsaga o'zi tayyor bo'lgan kuni. Hozir nima hech kim zo'r bo'lib keta olmayapti sohasida? Birinchi bo'lib, aka tez zo'r bo'lib ketishni xohlab, shoshadi-da, ozgina qiladi-da, 1 oy, 2 oy. Любой soha bo'yicha. Menda bo'lmayapti deb tashab ketadi. O'shaning uchun aka, adin expert yoki tradingga o'xshagan oson pul topishni o'rgatadigan. Mana yashang. Trading, adin expert. Sraz pul tikadi, bittada mana momentalniy, bilmayman, 1 kundami, 2 kundami, 2 barobar, 3 barobar ko'payib ketadi. Bo'ldi, shuni qilyapti-da, valla zo'r bo'lib ketdim deb o'ylayapti-da, bu lekin to'g'ri narsaga, halol narsaga qurilmagani uchun oxiri yo'q, o'zini o'zi osyapti, bankrot bo'lyapti, uyini sotyapti, mashinasini sotyapti. Pul topsa ham baraka. Sabr juda tez bo'lgan narsa juda tez uxlaydi. Tushunasizmi? Aytaylik, mana adin expert yoki любой biznes qildingiz, qayerdandir dodingizdan faqat chet eldan $1,000,000 pul kelib qolsa, men o'sha kuchayib ketardim, zo'r bo'lib ketardim deb o'ylaydi-da, lekin $1,000,000 deb berib qo'ysa, bo'ldi, u $1,000,000 yurg'iza olmaydi, sinadi, qaysidir biznesga tikib tashlaydi-da, o'zi ruhan tayyor emas-da, miyasida $1,000,000 boshqarish bo'yicha. Tushunasizmi? Yo'q, ana jinni bo'lib qolib, hamma narsa sotib olib tashlaydi yoki hamma yoqqa sarflab tashab, uxlaydi. Hech narsasiz qoladi. Qachon zo'r bo'ladi? O'sha $1,000, $2,000, $10,000, $20,000 topib, o'zi o'sha tayyor bo'lgandagina u pul kelsa, zo'r bo'ladi. O'zi ham aslida ham shunaqa. Tayyor bo'lmaguncha Alloh ham hozir bunga palon pul berib qo'ysam deydi. Yo'q qoradi, yomon ishlarga sarflab tashlaydi deb biladi-yu, yomon ishlarga sarflab tashlaydi deb turib ko'targan. Kimdir 30 yoshda, kim 40 yoshda, 50 yoshda zo'r bo'lib ketganlar qancha. Shunaqa ketib. O'zingiz ruhan tayyor bo'lib, yo'q bo'ldi, mana shunaqa bo'lsa, men xohlasa mana planlar qilaman deb ilmini olib, ruhan tayyor bo'lsangiz keyin keladi. Hozir sizga zo'r pullar, zo'r ishlar kelmayaptimi? Demak, o'zingiz tayyor emassiz. O'shanga kelmayapti. Shunaqa deb o'ylayman. To'g'ri. Demak, birinchi o'rinda sabr kerak ekan. Ikkinchi o'rinda bu o'sha o'rgangan narsasi bo'lishi mumkin. Nima o'rgansa, bu narsani qo'llash kerak ekan. Shunaqa. Ikkita asosiy narsa zo'r va aldamaslik kerak. Birinchi bir. Aldamaslik muhim ekan. Boya zo'r aytib ketdingiz, yoshlarga narsaga bosqichma-bosqichda erishish kerak. Ya'ni birdan kelib qolmaydi hech nima. Planni qo'yish kerak, rejasini tuzish kerak. O'sha narsaga tez yetish kerak. Tez yetish emas, bosqichma-bosqich yetish kerak. Tez yetish yo'lini axtarmaslik kerak ekan. Juda yaxshi tavsiyalar bo'ldi. Xudo xohlasa qolganlarga ham foydali bo'ladi deb o'ylayman. Aka, sizga rahmat katta, Nodir hoji aka. Hammaga. Yo'q demasdan kelgan, hurmat qilib kelganingiz uchun bu soat necha bo'ldi? 12 bo'libdi. 12:00 dan 04 minut o'tdi. Hamma oxirigacha ko'rgan bo'lsangiz, oxirigacha ko'rdim deb kommentda обязательно yozib keting. Agar oxirigacha ko'rib hali ham like bosmagan bo'lsangiz, hazillashamiz. Odam emas ekansiz. Like ham bosib qo'ying. Ozgina bo'lsa ham qayerdadir xato qilgan bo'lsam, kechirib qo'yinglar oldindan. Mabodo qayerdadir nomiga qanaqadir manfaat bo'lgan bo'lsa, kommentda yozib keting. Обязательно. Kommentariya yozinglar.
Like yoqqan bo'lsa like tugmasini bosing va kanalga obuna bo'ling. Xudo xohlasa yaxshi, bundan ham yaxshi suhbatlar qilishga harakat qilamiz. Bugun birinchi suhbat aka. Kamchiliklar bo'la xudo xohlasa, keyingilarni to'g'rilab ketamiz. Gap yo'q. Mana shu 1 million yoki 500 ming prosmotr bo'lib ketsa, ha? Ajab emas aka. Qani ko'ramiz. Like bosishinglarga, komment yozishinglarga bog'liq. Podдержка qilasizlar deb o'ylayman, ha, xudo xolasa. Jigarlar, charchamanglar. Hammaga rahmat aka. Sizga ishlashib qo'yishdik.